1526-yilda G'ijduvon jangi haqida bilasizmi? Va bu jang boshqa janglardan nima bilan farq qiladi? Lekin undan oldin nima sababdan bu urush bo'lganligi haqida gaplashsak. Shaybonixon Movarounnahr va Xorasonni birlashtirgan, unga hatto Imomul Zamon, Xalifatur Rahmon unvoni berilgan va butun islom olamini birlashtirmoqchi edi. Biroq 1510-yilda kuz oxirida Marvda qolgan Shaybonixon o'z gvardiyasidan tashqari qolgan qo'shinni qishlash uchun tarqatib yuboradi. Buni eshitgan Safaviy tezda qo'shin tortib boradi. Safaviy ham yaqinda deyarli butun Eronni birlashtirgan, Shia mazhabini davlatida asosiy din qilgan va uni ham ambitsiyalari Shaybonixondan qolishmas edi. Marv qamal qilib aytdi: "Men otam o'g'li bo'lib keldim, otangni o'g'li bo'lib chiqmaysanmi?" Ismoilda 60 ming qo'shin, Shayboniyda esa borisa 15 ming. U allaqachon chopar yuborgandi, qo'shinni yig'ib kelish bo'yicha. U qattiq gaplarni eshitgan Shaybonixon g'azablanib yordam kuchini ham kutmadi. Bu yerda ayollari Mo'g'ul xonimning ta'siri borligi aytiladi. Siz axir o'zbeksiz-ku, qayerdagi qizilboshidan qo'rqasizmi degan gaplarga sabab bo'lganmi? Va bo'lganda ham Ismoil Safaviy o'zini chekinayotgan qilib ko'rsatadi va Shaybonixon orqasidan borish uchun qal'adan o'z qo'shini bilan chiqadi. Bu hiyla edi. Safaviy qo'shin yarim oy shaklida o'rab olishadi. Jang shiddatli bo'ladi. O'zbeklar qanchalik mardonavor kurashmasin, ular kam edi. Shu sabab yengila boshlaydi. Shaybonixon esa o'ldirilib, boshi olib tashlanadi. Ismoil Safaviyga olib borilib, Safaviy esa uni boshidan kosa qiladi. Bu tariximizning qora kunlaridan. Oz qolgan qo'shin qocha boshlaydi. Ismoil Safaviy esa o'rniga Najmi Soniyni tayinlab, qolgan shaharlarga yurishni davom ettirishadi. O'zini Lijanda yo'qotgan o'zbeklar sarosimaga tushib, birin-ketin shaharlarini oldira boshlaydi. Najmi Soniy esa o'zini qaysarligi va vahshiyligi bilan mashhur bo'lgan. Shaharlarni tunab boshlashadi. Bobur ham Movarounnahr hududini qaytarish ilinjida unga qo'shiladi. Ammo Bobur amalda bir sarkardaning qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolayotganini faqat qarshida tushunadi. Najmi Soniy qarshi aholisini qirishga buyuradi. Hech urinmasin, o'z yurtida bosqinchilik ko'rinib qolganini ko'rib juda ezildi. Xalq qo'rqib ketdi, buni tez to'xtatmasa bo'lmaydi. Umum qurultoy Ubaydullohonni rahbar qilib saylashadi. 1512-yil kuzida ikkala qo'shin G'ijduvon atrofida to'plana boshlanadi. Jangdan bir kun avval ikkala qo'shin ham jangdan oldin tayyorgarlikni ko'rishni boshlaydi. Najmi Soniyda 60 ming qo'shin, Ubaydullohonda esa 20 ming atrofida. Ubaydullohon qo'shinni shahar ichiga bo'lishni buyurdi. Asosan kamonchilar shaharni uyi va tomoniga pistirma qo'yishni boshlashdi. 1512-yilda 12-noyabrda qo'shin shaharga kiradi. Bobur esa endi jangda g'olib bo'lsam-da meni xalq qo'llamaydi deb urushdan o'z askarlarini olib chiqib ketadi. Qo'shin pistirmaga duch keladi. O'zbeklar "Ya Alloh" deb jang shiddat bilan chiqib kelishadi. Chunki ular nafaqat vatanni, balki dinni ham himoyasiga chiqqandi. O'sha jangdan so'ng mintaqa taqdiri o'zgarar edi. Yo sunniylikda Hanafiy mazhabida qolamiz, yo shiyalikni majburan mintaqaga yoyishadi. Pistirma ish beradi, qizilboshlar qo'shin tartibi buziladi. Najmi Soniyga chekilishni so'rashadi, ammo u kibr bilan jang davom ettirishni buyuradi. Natijada Najmi Soniyning ikkita yirik sarkardasi Husaynbek Shamlu va Abdalbek Tonish o'z qo'shinlarini olib chiqib ketadilar. Najmi Soniy qo'shini yengiladi, o'zini ham tutib keltirib qatl qilishadi. Jangdan so'ng yurtda to'ylar bo'lib, xursandchilik bo'ladi. Ubaydullohon Muiz ad-Din, ya'ni dinni ulug'lovchi degan unvon berishadi. Qurultoy bo'lib o'tadi va qurultoyda Shayboniylarning yoshi eng kattasi Ko'chkinchixon, ham Temuriy ham Chingiziy bo'lgan Sulton Xon deb taxtga saylanadi. Ko'chkinchixon taxtda bo'lsa-da, Ubaydullohon amalda davlatni boshqaradi va yana yurish qilib boshlaydi va Xorasonni yana qaytarib olishadi. Ubaydullohon davrida shuhrat qozongan olim Shayx Said Abdulloh Yamaniy nomiga bir arab madrasasi quriladi.